otaxonni 10 minutdan beri kuzatib turibman. Kelinglar bo'lmasam bugun bitta yaxshilik qilib, kayfiyatlarni ko'taramiz. Otam, agar xo'p desangiz, sizni hozir Brent Rose do'koniga olib kirib, bir chiroyli kiyintirib chiqmoqchiman. Yo'q, shart emas. Ya, uyalmang, ne xijolat bo'lasiz. Xo'p deng, yuring. Balam qimmat bo'lib ketmayaptimi? Otam, o'ylamasangiz-chi, men tanlagan kardigan, vitrovka, shim, shalvarlar, oyoq kiyimlar, xullas hamma narsa 99 ming so'mdan. Yo'q, 4 ta olaman bo'ladimi? Oling. Dada, oling. Kiyimlar yoqdimi? Rahmat bolam. Endi bitta duo qilib qo'yasiz-a? Kattadan bo'lib ketdi. Ishlarni rivojini bersin. Yuring, men sizni ovqatlantirib, yuziga tashab qo'ymoqchiman. Yo'q, ishim ko'p. Ey, musor tozalashingiz shart emas, bo'ldi. Musor? Ha? Voy, mana bitta ikkita magazin meniki. Eshit deydi, musor ketdi, qaysi beparosat. Shan yig'ib yuruvdim. Senga rahmat. Oyoq kiyim kelamiz keyin, hamma. Voy. Men yo'l tashaverasizmi? Rahmat bolam.